Assalomu alaykum aziz rivojlanuvchilar, baxtlilarim. Bugun sizlar bilan mavzuyimiz er-xotin munosabatlari, ya'ni ikki jins vakilining munosabatlari haqida gaplashamiz. Bizda ko'pincha shunaqa holatlar bo'ladi. Umuman aksar yoshlar bo'ladimi, yosh kattalar bo'ladimi yoki yosh o'rtalar bo'ladimi? Butun dunyo uchun yaxshi bo'lsa ham, butun atrof unga yaxshi bo'lsa ham, ishi, oilasi, ota-onasi, umuman farzandlar bilan munosabatlari hammasi zo'r bo'lsa ham, lekin uning yarmi, ya'ni juftligi deymiz, turmush o'rtog'i bilan munosabatlar yaxshi bo'lmasa, hayoti xuddi zimistonga, hayoti xuddiki hech narsasizga, xuddi keraksizga his qilishni boshlaydi o'zini. Ya'ni bitta inson uchun biz ko'pincha keragidan ortiqcha emotsiya, keragidan ortiqcha negativ, keragidan ortiqcha kuch sarflab yuboramiz, energiya sarflab yuboramiz. Va istagan bir yoshdan so'rang, istagan bir insondan so'rang, u xoh erkak bo'lsin, xoh ayol bo'lsin, sening yoningdagi jufting bilan baxtli bo'lganingda sen o'zingni baxtli his qilasanmi? Ha deydi. Ya'ni jufti bilan bo'lgan munosabatlar buzilishni boshlaganda, o'zini jufti bilan kerakli sevgiga, kerakli yo'nalishlarga kelmaganda, o'z-o'zidan uning ishlarida unum yo'qoladi. Hayollari parishon bo'lishni boshlaydi. Nimaiki qilmasin, hayotda nimadir yetishmayotgandek bo'ladi. Bu bekorga emas. Sababi Allohim har bitta insonni jufti bilan yaratgan. Bekorga erkak, ayol jinsi yaratmagan, uchinchi jins yo'q. Ya'ni faqatgina ikkita jins bor, erkak va ayol jinsi. Va bu birinchi tug'ilgan insonlar ham aynan odam ota va momo Havo bo'lgan. Va ular bizdagi o'sha DNKmizdagi asliyatimizdagi bu programmalar, ya'ni qarama-qarshi jins vakiliga bog'lanib qolish, qarama-qarshi jins vakili bilan ideal munosabatlarga kirishga harakat qilish, qarama-qarshi jins vakilidan sevgi olishga, sevgi berishga intilish, bu bizning DNKmizda bor. Ya'ni o'sha birinchi xotiralarimizda bor. Odam ota va momo Havo dunyoga tushganda, yerga tushganda ular yolg'iz edi. Faqat ikkalasi bor edi. Boshqa hech kim yo'q edi. Ular bir-biriga tirgak edi. Ular bir-biri bilan gaplashardi. Ular bir-biri bilan sevgida bo'lgan. Urushgan bo'lsa ham balki bir-biri bilan ikki kishi bo'lganda ular. Mana shu ma'lumot DNKmizda, mana shu informatsiya qolib ketgan. Shuning uchun ham hozirgi kungacha bizdan keyin ham bu mavzu aktual mavzu hisoblanadi. Ya'ni ikki jins orasidagi munosabatdagi mavzu, ya'ni turmush o'rtog'imizni olib qaraylik yaxshisi, chunki turmushgacha bo'lgan vaqtdagi munosabatlar hammasi o'tkinchi hoy-havaslar va qiziqish, shunga o'xshagan vaziyatlar bo'lib qoladi. Lekin haqiqiy o'sha juftingiz, juftingizni topganingizdagi munosabatlarning keskinlashish sabablari, o'zingizga yetarli sevgi, e'tibor, mehr ola olmasligingiz, mehr bera olmasligingiz, umuman o'zingiz xohlagan oila degan bir dargohni qura olmayotganingizning asosiy sabablari haqida gaplashamiz. Birinchi sababi nima? Erkak va ayolning munosabatlaridagi muammolarning birinchi sababi bu oydek ravshan, kundek ravshan. Ya'ni bular ikki dunyo, ikkita jins, biri erkak, biri ayol. Erkakni o'ziga xos holatlari bor. Mana fiziologik jihatdan, psixologik jihatdan, ruhiy holati umuman o'zgacha. Ayolniki umuman boshqacha. Fiziologiyasi ham, o'y-hayollari ham, uning psixologiyasi ham, dunyo qarashi umuman boshqacha. Ikkita bir dunyoni yarmi bu yoq bo'lsa, yarmi bu yoq. Ko'pincha asl muammo shundan kelib chiqadi. Erkak ayoldan o'zini fikrlashi bo'yicha fikrlashni xohlaydi. Ayol erkakdan o'zini fikrlashni xohlaydi. Qo'pol qilib aytganda, erkak, ba'zi bir erkaklar, hammasi emas, ayollaridan shu erkakdaqa bo'lishni xohlaydi. Yoki ba'zi ayollar erkaklardan ayollardaqa bo'lishni xohlaydi. O'zingiz bir o'ylab ko'ring, tafakkur qiling. Qanday qilib erkakni ayolga, ayolni erkakka aylantirish mumkin? Qanday qilib boshqa bitta insonga xuddi o'zingdek fikrla, menga yoqadigan bo'lgin deya olishingiz mumkin? Bu alohida shaxs-ku. Uning turmushi boshqa. Dunyoga kelishi boshqa. Qaysi oilada tarbiya topgani boshqa. Qanaqa ma'lumotlarni olgani boshqa. Qanaqa tarbiya, qanaqa odob, ota-onasidan nimalar olgan, qanaqa bloklari bor uni. Bu umuman boshqa narsalar. Lekin biz mendek bo'lsin deymiz. Mendaqa fikrlasin, men xohlayman. Bu hammasi egodan, tushunmaslikdan. Men
er xotin umuman ikki juftlik munosabatlarini bir arqonga o'xshataman, ya'ni bir uzun bir chiroyli lentaga o'xshataman. Agar oilada ikkala taraf ham aqlli bo'lsa, deylik, ayol ham aqlli, erkak ham aqlli. Buni ham o'ziga yarasha aqli bor, buni ham yarasha aqli borda tortyapti. Erkak aytayapti, sen mendaqa aqlli bo'lgin, mendaqa fikrlagin, mendaqa bir ishbilarmon bo'lgin. Ba'da ayol aqllilikni tortyapti. Siz ham mendaqa bo'ling, mendaqa fikrlang, mendaqa e'tiborli bo'ling. Ya'ni ikkita aqlli bitta arqon ikki tarafga tortyapti. Natijada nima bo'ladi? U lenta uziladi. Burishda uziladi. Yoki teskarisini olaylik. Ikkita ahmoq. Bu ham gapni tushunmaydi, bu ham gapni tushunmaydi. Miyasi umuman boshqa joylarda. Deylik, umuman o'qimagan, bitta kitobda o'qimagan kalasi ham ahmoqlar. Misol uchun. Nima bo'ladi? Bu ham o'zini ahmoqligi darajasida o'ylaydi-da, bir tarafga tortadi. Bu ham o'zini ahmoqlik darajasida o'ylaydi, arzimagan narsalardan urush chiqaradi, ortiqcha rashk, ortiqcha cheklovlar, tushunmaslik, janjal, to'polon, ichish, urush. Bu ham xuddi shunga yarasha muomala, baqir, chaqir, ayblash, muhokama qilish, haqorat qilish, qarg'ash, shunaqa munosabatlar. Ahmoqlarda asosan shunaqa bo'ladi. Bular ham ikki tarafga tortyapti. Nima bo'ladi? Natijada yana arqon uziladi. Bu degani oilaga dars ketadi degan. Endi nima qilish kerak? Arqon uzilmasligi uchun faqat bitta taraf tortish kerak, nari taraf o'sha tomonga yon bosish kerak. Rozi bo'lish kerak. Tortilgan tarafga birga ketish kerak. Ana shunda yo'l ham uzun bo'ladi. Umr ham mazmunli bo'ladi. Bunaqa bo'lish uchun hech bo'lmaganda, mayli ikkalasi dono bo'lmasin, lekin hech bo'lmaganda oilada bitta dono bo'lish kerak. Yo erkak dono bo'lish kerak, yo ayol. Erkak dono bo'lmayaptimi? Demak, ayol o'zini ustida ishlab harakat qilish kerak, dono bo'lish kerak. Ayol nodonmi? Ayol dono bo'la olmayaptimi? Demak, erkak dono bo'lish kerak, o'zini ustida ishlash kerak, rivojlanish kerak va ayolini tarbiyalash kerak. Axir muqaddas kitoblarimizda ham ayolning tarbiyasi, ayolning xulqi, ayolning nimalarga erishish va erishmasligi, ayolning butun hayoti qanaqa kechishi erkakning zimmasiga tushgan. Erkak urib, so'kib, janjallar bilan tarbiyalasin degan joyi yo'q. Qachon u ayolini o'zi xohlagandek soliha, muslima qilib tarbiya oladi? Agar erkak shunaqa bo'lsa, shunaqa tarbiyaga ega bo'lsa. Ayollarimiz qachon farzandlarini o'zlari xohlagandek bir mukammal shaxs qilib tarbiyalay oladi? Ayol o'zi shu mukammallikni olsa, shu ilmlarni olgan bo'lsa. Biz nega o'zimizda yo'q narsalarni boshqalardan talab qilamiz? O'zimiz o'qimaydigan namozimizni boshqalardan talab qilamiz. O'zimiz amal qilmaydigan qoidalarimizga erimiz amal qilishni xohlaymiz. Xotinimiz amal qilishni xohlaymiz. Sen avval o'zing amal qil. Namunada ko'rsatib qo'y, qanaqa zo'rligingni, qanaqa mukammalligingni, qanaqa rivojlanganligingni. Qani o'zgarmasmikin narigi taraf? Uyalganidan ham o'zgaradi. Men bunga mos bo'lay deb o'zgaradi. Meni erim shu darajada ilmliki, meni turmush o'rtog'im shu darajada aqlliki, meni turmush o'rtog'im shu darajada e'tiborli, ilm sohibiki, men mosmanmi unga? Men mos bo'lishim kerak. Uni oldida mos xos yurishim kerak deb intiladi. Yoki aksincha, ayol shunaqa bo'lsa, ilmli bo'lsa, har bitta gapida ma'no bo'lsa, xuda-behudaga gapirmasa, har bitta qilayotgan amallari go'zal bo'lsa, erkak bir kun tushunadi, men bunga o'zim mosmanmi? Men uyalaman odamlar oldida, men shunaqa qilib birga yurgani. O'zimdan uyalaman deydi. Intiladi. Chunki har bittamizni inson zotiga, ongiga anglash berilgan. Bizni hayvonlardan, ongsiz mavjudotlardan farqimiz ham shunda. Biz tafakkur qilamiz. Tafakkur qilmaydigan insonlar hayvondan nima farqi bor? Nega biz hayvondek yashashga o'rganib qoldik? Kimda ayb bo'lsa shapaloq tortishga o'rganib qoldik. Kimda ayb bo'lsa milisaga yozib berishga o'rganib qoldik. Oilani mas'uliyatini ko'tara olmasak, majburiyatini ko'tara olmasak, bir pasda ariza yozishga o'tib ketyapmiz. Ajrashaman. Sudga boraman. Bizni hayvondan farqimiz bo'lishi kerakmi? Biz qachon odamdek yashaymiz? Odamga tafakkur, anglash, oqibatini o'ylash, o'zini harakatlarini, holatlarini tafakkur qilish qobiliyati berilgan.
Bizni asliyatimizda bor bu narsa. Nega biz undan foydalanmay qo'ydik?